Sizlarga juda ham muhim bo'lgan bir hikoyani aytib beraman. Ibtidoiy davr. Atrof qop-qorong'u, qahraton qish. Qor juda ham kuchli yog'ayotgandi. Bir erkak o'z oilasi yashab turgan kulbadan tashqariga chiqdi. Atrofga qaradi. U qo'liga nayza oldida va otiga o'tirib, vahshiy hayvonlar, o'lim xavfi to'la bo'lgan o'rmonga ovga yo'l oldi. U kun bo'yi harakat qildi, yugurdi, o'lja qidirdi, sovqatdi, muzladi, hayoti qil ustida qoldi. Uning qonida adrenalin, miyasida esa faqat bitta fikr bor edi: tirik qolish va oilamni boqish. Nihoyat u bir kiyikni ovladi, otiga mindi-da uyiga qaytdi. Go'shtni oilasiga topshirdi-da, o'zi esa olovni qarshisiga o'tirdi va indamay soatlab olovning yonishiga tikilib qaradi. Xotini unga gapirdi, u eshitmadi. Bolalari oldiga yugurib keldi, qaramadi ham. U shunchaki mutlaq sukunatga ko'mildi. Nega bilasizmi? Chunki o'sha erkak qadimiy g'orda o'z qonidagi dahshatli stress gormonini tushirayotgandi. Toshib ketgan agressiyasini esa jilovlayotgan payt edi. U parchalangan ruhiyatini qayta yig'ayotgan payt edi. Ming yillar o'tdi, zamon o'zgardi, dunyo yangilandi. Lekin erkak kishining tabiati va o'zidagi xarakteri haligacha zarracha o'zgargani yo'q. Bugun o'sha erkak sizsiz. Bugun o'sha erkak men. Bugun biz hayvon ovlamayotgandirmiz, lekin har kuni ertalab uydan chiqqanimizda hayot degan shafqatsiz o'rmonga ovga kirib ketamiz. Biznes, muzokaralar, raqobat, mas'uliyat, erkaklik burchi, vazifalar va majburiyatlarimiz, bularning hammasi yelkamizga tonnalab bosim yuklaydi. Va biz kechasi hamma uxlaganda kompyuter qarshisiga o'tiramiz yoki PlayStation pultini qo'limizga olamiz, yoki do'stlarimiz bilan kontr o'ynaymiz, yoki futbol o'ynaymiz, yoki bo'lmasa mashinamizni o'chirib qorong'u ko'chada qanaqadir qo'shiqlarni eshitib, indamay rulga suyanib o'tiramiz. Mana shu erkaklar g'ori. Yaqinlarimiz, ayollar bizdan xafa bo'lishadi. Nega indamaysiz? Nega o'yinga tikilib qoldingiz? Nimaga bizga vaqtingizni ajratmayapsiz? Telefoningizga ko'milib ketdingiz. Sizga biz qiziq emasmiz, deydi. Gap bizning befarqligimizda emas. Bu erkakning g'ori. Biz o'sha kompyuterda shunchaki o'yin o'ynamaymiz. Biz u yerda miyamizni reset qilyapmiz. Ya'ni qayta yuklayapmiz. Kun bo'yi yelkamizda turgan buni hal qil, buni to'la, buni bajar, sen erkaksan degan cheksiz ovozlarni xotiramizni band qilib turgan yuzlab og'ir dasturlarni bir necha soatga o'chirib qo'yamiz. Bu bizning kuchsizligimiz emas. Bu qaytadan kuch va energiya yig'ish strategiyamiz. Aynan mana shu erkaklarning haqiqiy strategiyasi. Bu paytda erkaklar haqiqiy kuchini va energiyasini qayta yuklaydigan payt bo'ladi. Lekin bilasizmi, eng dahshatli narsa nima? Eng dahshatli narsa mana shu g'orning cho'movchilik oqibatida majburlab buzilishi. Xoh u yaqinlar tomonidan, xoh u ayollar tomonidan. Agar erkak o'z g'orida o'tirganda uning shaxsiy hududiga daxl qilinsa, unga hujum qilinsa, uni majburlab gapirtirishsa, asabiga tegishsa, ichki portlash sodir bo'ladi. Erkak kishi o'zini himoya qilish uchun beixtiyor agressiv bo'ladi. Yoki bo'lmasa hammasini ichiga yutib depressiyaga tushadi. G'ori buzilgan, o'ziga kelishga vaqt berilmagan erkakning ichidagi olovi so'nadi. Unda oilasini boqishga, hayotda g'alaba qozonishga, buyuk ishlarni qilishga, majburiyatlarni bajarishga mutlaqo energiya qolmaydi. G'ori buzilgan erkak qurolsizlangan ritsarga o'xshaydi, sindirilgan jangchiga o'xshaydi. Xo'sh, aslida bularning barchasi nimani anglatadi? Biz har kuni axborotlar, majburiyatlar va ijtimoiy statuslar urushida qatnashamiz va bu urushda o'zimizni yo'qotib qo'ymaslikning yagona yo'li hech narsa qilmaslik san'at, ya'ni sukunatni o'rganishdir. Erkak kishining g'ori bu shunchaki dabdaba yoki ermak uchun emas. Bu uning shaxsiy chegarasi. Bu uning o'z vaqti, o'z ongi va shaxsiy erkinligi ustidan mutlaq egalik qilish huquqidir. Agar siz o'zingiz bilan yolg'iz qolishni, miyangizdagi shovqinlarni o'chirishni bilmasangiz, siz hech qachon hayotda to'g'ri va buyuk qarorlar qabul qila olmaysiz. Sukunat yo'q joyda tiniq fikr bo'lmaydi.
Tiniq fikr bo'lmagan joyda esa g'alaba bo'lmaydi. PlayStation, kompyuterdagi o'yinlar yoki xonaning qaysidir qorong'u burchagi. Bu erkakning o'ziga kelish uchun, o'ziga kuch to'plash uchun, o'zini muhim qarorlarni qabul qilish uchun kichkina bitta g'or hisoblanadi. Aqlli ayollar buni tushunadi va erkakning g'origa aslo daxl qilmaydi. Chunki ular bilishadi, jamiyatga ham, oilaga ham charchagan, asabiy, ichkaridan bo'shab qolgan erkak kerak emas. Dunyoga o'z g'orida o'zini qaytadan yig'ib chiqqan, xotirjam va ichki muvozanatga erishgan quvvatli erkak kerak. Muvaffaqiyat va baxt tashqaridagi tinimsiz yugur-yugurda emas, ular ichkaridagi sukunatdan boshlanadi. Agar yuqori natijalar qilib dunyoni natijalaring bilan hayron qoldirmoqchi bo'lsang, avval o'z g'oringni top va u yerda o'zingni qaytadan kashf qil. Doimo o'zing bo'l, xotirjam bo'l va o'z g'oringda har doim g'olib chiqishga o'rgan.